Ya sen cinli misin sen? Sen cinli mi? Ben senin bu tomoningni ko'ryapman. Kallang bu yoqqa bo'lish kerak. Bu yoqqa ursam bu yoqqa bo'ladi kallang. Bu tomongami? Ha. Davay ketdik. Ye. Yo'q, uyalma. Ye. Ye tort, bir ikki tort. Aka, o'zi chekmayman-ku, men nimaga chektirasiz menga? Çek, uyalma. Aka, undan ko'ra otib o'ldirganingiz yaxshi emasmi? Sen mana shu sigaretni 1-2 yil chekkan, o'zing o'pkan ichirib o'zing o'lasan. Ha. Ana o'lding. Dur, boshqa joyda o'yna. Tur. Boshlang. Yaxki edasan jipirib. Yaxki, sen birovni qizchasini olib qochib ketasan. Qisib yur. Yo'q aka, telefondagi telefonini o'dan ko'radi. Mani Silvestr Stalovoyni deydi. Aka, Assalomu alaykum. Sizni mana shu Rainbow kinosi orqali olgan Oltin burgut mukofoti bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Aytingchi, mana shu kinoda ishlatilgan texnika bor-ku, daraxtni sug'urib olgan texnika, o'sha Toshkentda bormi? Ha, bor Toshkentda. U nima vazifani bajaradi? U xohlagan joyingizdan daraxt sug'urib, xohlagan joyingizga olib borib, yana ekib beradi. Telefon nomerlarini qoldiraman, o'zlaring gaplashib chaqirib olasizlar. Mayli, rahmat. To'xtangda. Yaxshi keling. Biz shuncha kino o'ynadik, umrimiz mana shu kinoga ketdi. Aktyorlik mahoratimizni ishlatdik. Kino haqida, rolimiz haqida so'ramaysizmi? Qiziqmasmi bu? Aka, bu kinoyingiz, rolingizdan ko'ra bizga texnikaning roli yo'qdi, to'g'risida. Texnika. Ana bizni kino industriya. Hamish. Sen qilding hammasini. В фильме «Рэмбо 3». Brazer, sizdan $34.05 bo'ldi. Brazer, biz sizga $50 beramiz. Qaytimi? Kerak emas. Okay. Let's go. Aka, vaqt ketyapti. Shu 5 so'mga rozi bo'linglar. Shu 5 so'm bizga ham kerak-da. Namuncha siz amana qildingiz, xatolik qildingiz. Shu 5 so'mga siz rozi bo'ling. Qanday rozi bo'laman? Benzin narxi ko'tarilgan, har kun ko'chada yuraman. Shu 16500 emas, 16000 beraylik, to'g'rimi bolalar? Tekis qiling shuni. Shu tekis 17.000 bersanglar nima qiladi? Yoki 17 ming bersak 5 so'm ochib bera olasizmi, xay? Yo'qda, shuncha 17.000 so'rayapman. bizga ham shu kerakligi uchun 5 so'm so'rayapmiz. Qadanga. Nima qilamiz? Bo'lmasa 5 so'mlik haydang sal nariroq, o'sha yerdan pishkom kelamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Men 5 so'mga hech qachon rozi bo'lmayman. Men ham rozi bo'lmayman. Buncha qattiqsizlar. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Aka! Ha. Kechirasiz. Soat necha bo'ldi? 12. Rahmat. To'xtang. Ha? Siz kimsiz mendan kechirim so'rayapsiz? Prosta so'radim. Prostami? Kechirasiz.
Soqtang tipirchilamang. Hech qayoqqa ketmaysiz. Nima uchun mendan kechirim so'radingiz? Prosta so'radim, ey. Prosta so'ramadingiz, siz nimadir qilgansiz menga. Nima uchun ayting? Nima uchun kechirim so'radingiz? Yoki xotinim taniysizmi? Yoki biror marta meni ko'nglimni og'ritganmisiz? Gapiring. Gapir, sen nimaga bundan kechirim so'rading? Prosta so'radim. Bu hayotda hech narsa prosta bo'lmaydi. Ruschasi nima edi? На жизнь ничего просто не бывает. Kechirasizlar. Bu yerda nima bo'lyapti? Sen kimdan kechirim so'rayapsan? Hammanglardan. Yaxshi. Yaxshi.